Telegram kanallarni ko'ramiz-ku. Har 4-chi yoki 5-chi postdan keyin reklamalar bo'ladi-da. Mana agar bo'g'ingiz yemirilgan bo'lsa, mana shu dorilik, giyohlik vositamizni qo'llang deyishadi-da. Shulardan foydalansak bo'lmaydimi? Nimaga sizga palon Ichidan licheniyasi 9 oy, 6 oyda beryapti. Bu dorini etkilab kelmayapti, bo'lmasa hozir juda katta spor bo'ladi. Qanaqa dori tayyorlab shuni qilishar ekan, keyin u bilsa ichida oddiy analgin, dimetro, mana shunaqa dexametazon bormi, mana esimda yo'q. Mana bu Instagramlarni, ijtimoiy tarmoqlarni ham ko'ramizda. Men birontasida aniq narsa yo'qda, yana yozib qo'yishadi. Sog'liq eksperti. Meditsinskiy ko'rishlarni men hali ko'rmadim, o'zimga yarki ko'rmadim, men o'zim misol qilmayman. Lekin men bilaman, fizioterapiyani 3 oy, 4 oy kursini o'qib, birinchidan o'zini familiyasini oldiriga doktor deb qo'yapti. U вообще kadr. Ko'pida litsenziyasi ham yo'q. Yaqinda mana shu Kunuzda chiqdi. Kosmetologlar ko'rdingizmi shuni yo'qmi? Yo'q. Zo'r chiqdi, Kunuz muxbiri chiqib, mana shunaqa kosmetologiya Instagramda hammasini reklamasini ko'p chiqib telefon qildi. Siz o'zi kosmetologiyada o'rganganmisiz? Nima qilaman o'rganib deydi. 3-4 daraja bo'ldi. Siz aytayotgan hamma shikoyatlar bo'ldi. Operatsiya qilish kerak deb topildi. O'sha 3 ta vrachga ham bordi, uchalasi ham operatsiya qilish kerak deyildi. Operatsiyadan qo'rqish kerakmi yo'qmi? Har bitta operatsiyada shu 5% asorat bor, haqiqatan yotib qolish ehtimoli bor. Bu bor gap. Men krossovkam ko'rib, kasallikda men bugun sizga o'xshagan krossovka olaman, bor krossovka olibdi menga o'xshab. Ha? Qanaqa krossovka? G'alati krossovka. Qarang. O'xshay, dahshatku. Hijollar ham tushdimi? Обязательно kerak. Nima kiysam hijollarni bor. Pul bersalar ham kiysmaysiz. Ular shunaqa format xohladilar-ku. Kamera yopilgan. Bularga nima gaplar o'zi? Nimadan boshlaymiz? Bu temadan gapiravering. Hozir imенно nimaga mana buni strahini yo'qotib olaylik. Sizlarda bitta zo'r ustun tomoninglar bor-da. Mana siz neyroxirurglar doim postlarda ko'rsatganinglarda shuni effektni zo'r ko'rsatib olasizlar. Bu grijada shunaqa. Endi protezirovaniyada emas. Nima oyoqda-chi? Oyog'i ham oqsoqlanadi. Oyoqda oqsoqlanib ketadi, oqsoqlanib keladi. Operatsiyadan keyin ertasi kuni hadinokti yuradi. Hadinokti yurgandan keyin bundoq ko'radi-da. O'zi o'zgarish bo'lmabdi-yu degan holat bo'lib qoladi. U 1 oydan keyin, 3 oydan keyin rezultatda taqala toba. Mana shular kerak emas. Siz bo'lish spokойный bo'lib qoldingiz hozir. Menga bu kerak emas. Anaqa milinki bo'lib qoldi-a? Boya baqir-chaqir qilayotdingiz boya. Umuman mana bu narsani yo'qotish kerak-da. O'shanda tabiiylik bo'ladi. Endi hozir Shohjahon Karol. Shunaqa qilasizda. Medion kanalimi yo Medion o'zimidi? Assalomu alaykum hurmatli kanalimizni obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizda Medion Family Hospital klinikasi yetakchi travmatologi Nodir aka Akramov. Xush kelibsiz Nodir aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Gapirib bering, travmatologiya qachon o'zi odam travmatologga borishi kerak? Nima uchun borishimiz kerak? Endi men tushunaman, qachondir yiqilib qolsa, qo'lini sindirib qo'ysa, gips kerak kimgadir. Yana qaysi vaziyatda travmatologga borish kerak? Travmatolog deganda ko'pchilik faqat singan chiqqanda biladi. Yiqilsam travmatologga boraman deyshadi. U to'g'ri gap. U bor gap, lekin undan tashqari travmatologiya bor va ortopediya bor. Ortopediya deganda o'sha bo'g'imlarda o'zgarish, ya'ni yirik bo'g'imlarda, kichik bo'g'imlarda o'zgarish bo'lishi bor. Tag'in poзвоночникda o'zgarish bo'lganda travmatologga, vertebrologga murojaat qilinadi. Ya'ni singan chiqqandan tashqari bo'g'imning yemirilishi. Tizza bo'g'imi, yelka bo'g'imi, tizza bo'g'imi, tos chanoq bo'g'imi. Undan tashqari poзвоночникda bo'ladigan o'zgarishlar. O'tga grijam kiradi, osteoporoz kiradi, patologический siniqlar bor. Ya'ni siniq hisobiga, ya'ni kasallik hisobiga siniqlar bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalar hammasi travmatologga keladi. Telegram kanallarni ko'ramiz-ku. Har 4-chi yoki 5-chi postdan keyin reklamalar bo'ladi-da. Mana agar bo'g'ingiz yemirilgan bo'lsa, mana shu dorilik, giyohlik vositamizni qo'llang deyishadi-da. Shulardan foydalansak bo'lmaydimi? Nimaga sizga palon pul bo'lmaydi? Bu dori vositasi emas. Xo'p, bu odamlar ishonadi-ku shunga. Ishonishadi. Bu marketing zo'rligi. Bu даже farm biznesga ham kiradimi degan savol turibdi. Sabab bir marta mana shunaqa chaqirishgan menam, tabiblar bilan muloqot qilib chaqirishgan. Borsam, o'sha qaysidir dorini reklamasi menda ham bo'lgan. Butun anaqa programmani sotib olgan ekan. Men bilmay qoldim. Qarasam, endi 3 ta kampani o'tkazgan, balo-battar, keyin yetib bordilar, bir 5 minutdan keyin shu mana shunaqa sel, beta продвижение, mana shu reklama, mana shu dom продвиженияsi. Qattiq gaplarni gapiryapti.
necha marta to'xtatdim, gapirdim. Qani доказательство? Aytayapti. Mana siz mana shu telefonga murojaat qilsangiz, bizning qizlarimiz sizga mana shuni tushuntirib beradi. Savol beraman, sani qizlaring kim? Ular rekomendatsiya berish haqqi bormi? Mana men vrachman, mana shuni bir narsa dori yozish uchun birinchidan men yuridik javob beraman. Mana shu ertaga mana shu nojo'ya ta'sir ko'rsatsa yoki noto'g'ri bo'lsa, men javob beraman. Chunki men yozganman. Resepturni bank menda bor. Sani qizlaring kim? Shu narsadan ko'p biz mana qo'rqamizda, yuridik shuncha ответственность bor, javobgarlik borda. Nimaga tabiblar hozir qo'rqishmayapti? Shu savol o'ziga berdim. San kimsan, nimani bitirding? Men dedi, bir narsa tabiblarni akademiyasi bir narsasiga kirganman dedi. Хорошо dedim. San dori yozishga, назначение qilishga haqqing bormi? Desam, shu bilan jim. Eng qizig'i gapirdim, tushuntirdim, boshqa qildim. Ha bo'ldi-da, keyin ko'rsatuv chiqdi. Ko'rsatuv chiqsa, umuman hamma gaplarga olib tashadi. Siz gaplaringiz olib tashadi. Hammasini olib tashadi. 2 sekund просто jim o'tirgan, как будто бы men qatnashib, o'sha yerda shu narsaga zaman degan tasdiqlagandek mana bir yuzim chiqdi. Juda afsuslandim. O'sha dori haqiqatdan hali ham reklamasi bor. Eng qizig'i, u reklamasini ochib qarasanglar, bo'g'imlaringizda bormi? Boshqa mana shu narsa yordam beradi, deyapti. Tarkibi BAT. Ko'pincha BAT nima degani? Биологически активная добавка. Это не лекарство. Bu dori emas. Dunyoda o'qib chiqsanglar, mana internetda o'qisanglar, BAT degani bu ham foyda ham bermaydi, ham zarar ham keltirmaydi. Juda bir neytralniy narsa. Но aggressivный marketing и reklama подачи, как будто mashina eshitsang, hammasidan zo'r davo bo'ladi deb, mana shunaqa katta bir kuchli reklama beradi. Shu badlardan davo topganlar-chi, ularga nima munosabat bildirdi? Men o'sha kurstuga ham, o'sha 3 ta onaxonni men chaqirishgan. Borgansiz. Men o'ylamayman, yo'q, o'sha imенно siz borgan kurstuga. Ular ham hammasi ham pul berib chiqarilganligiga men ishonchim komil emas. Kimdir shundan lecheniya olgan-ku, effekt olgan-ku. Bu nima bilan bog'liq? Birinchidan lecheniyasi 9 oy, 6 oyda beryapti. U dorini etkam kelmayapti, bo'lmasa hozir juda katta spor bo'ladi. Xo'p, har bitta ichida og'riqlantiruvchi kichkina dozasida moddasi bor. Поэтому во время лечения og'riq qoladi. Effekt bo'lganda bo'ladi. Да, как будто бы effekt. Mana men ichdim, zo'r bo'ldim. Lekin to'xtatishim bilan hammasi yana og'riq qaytadi deydi. Потому что постоянно в малой дозе дают обезболивающий, ichida effekti bor. Shuni hisobiga ular nima deydi? 6 oy, 9 oy, 3 oy, 3 kurs, 4 kurs ichishingiz kerak edi. Bitta kursning 3 oy deydi. Bu bitta kasallik уже 9 oyga постоянно доходga o'tkazish. От этого u bo'g'imda o'zgarishlar bo'lmaydi, og'riqlar bo'lmaydi. U o'qisangiz dorisini, u grija ketadi, grija zo'r bo'ladi. Bo'g'im yemirilishi zo'r ketadi, boshqa qiladi. Bundan ham yomoni, o'sha paytda shu badlan tarkibida shu og'riq qoldiruvchi har xil mana Koreyani, Xitoyliklarni klinikalari ochilib ketdi-yu, ha? Mana shu paytda, o'sha paytda ularda og'riq qolgandek hissiyot bo'ladi, lekin asl sababi chuqurlashib ketadi. Bunga nima deysiz? Birinchidan o'tkazib qo'yishadi kasallikni. Mana shu dorilarga ishonib, o'sha paytda xuddiki lecheniya olgandaqa, davo olgandaqa bo'lishadi. Народный медицинада gapiryapti. Mana Xitoy народный meditsinasi deyapti. Birinchidan народный meditsina bu bor narsa. Odamlar yillab, asrlar bo'yicha yig'ib kelgan narsalar bor, haqiqatan yordam beradigan. Lekin odamlar o'zicha bir narsa bilan topib, mana народный meditsina deyish bu народный meditsina emas. Bu bir. Keyin misol uchun o'sha Xitoy klinikasimi, Xitoy bo'lmasa boshqa любой davlat народный meditsinasida reklama podacha qilyapti. Birinchidan savol, naskолько bu o'sha davlatga tegishli народный meditsina? Birinchi savol. Ikkinchi savol, uni kim qilyapti? Uni kim qilyapti? Bu doktormi, kim bu? U o'zini davlatida nimaga yaxshi bo'lmadiki, o'sha yerda borib maza qilib ishlamayaptiki, bu yoqqa kelib bir narsa qilyapti. Bizda bitta klinika ochildi, Xitoy klinikasi, kстати, как раз qanaqa dori tayyorlab shuni qilishar ekan, keyin u bilsa ichida oddiy analgin, dimidro, mana shunaqa dexametazon bormi, mana esimda yo'q. Birinchidan bu yerda уже bir katta narушение, bizda adashmasam 2-prikaz bor. Kasal yonida dorini ko'rsatib, kasal yonida dorini ochib, ukol qilish kerak. Ular yashirishgan. Не то что ma'lumot bermagan. Ma'lumot bermagan. Bu уже katta narушение. Kasal nima qabul qilayotganini bilish kerak. Biz любой bitta blokadani qilsak, so'raymiz, doriga allergiya bormi, mammunga allergiya bormi? Misol uchun men blokada qilishni o'ylayman. Men senga mana shu dorini qilmoqchiman. Bu dorini ta'siri mamnaqa, effekti mamnaqa, kutilayotgan effekt shu, lekin mamnaqa reaksiyasi bor. Rozi bo'lsang shu, bo'lsa men qilmayman.
Kasal o'zi xohlabki rozilik bersa, keyingini qilaman. Vrachlarimiz bor, zo'r o'quv qilamiz, shu bilan o'tib ketadi deb mana shunaqa va'da berib yuboradi. Men yaqinda bitta postingizda ham ko'rdimda. Bo'g'imga ukol qilar ekansizlar. Plazma farez nimasidan o'tkazib adashmasam. Yaqinda kecha yoki undan oldin kuni qo'ydingiz. Bu qanaqa dori? Qanaqa bir sehrli dori ekanki, uni tarkibini balkim bizga ochiqlashsiz. Birinchidan sehrli joyi yo'q. Bu plazma lifting deydi. Plazma lifting deydi. Bu narsa dunyoda bo'lganiga bir 5 yil, 7 yil bordir. Plazma lifting degani bu organizmda qonni o'sha kasali o'zining organizmidan qon olinadi. Qon olinib, sentrifugada aylantiriladi. O'shani shakilli elementi ajraladi ichida. Tepasida endi oddiyroq tushuntirgan, tepasida sariq moddasi chiqadi. O'shani o'zi bo'g'imga qilinadi. Это подтвержденный метод. Bu Sharoshkina kontora emas, bu bitta tabib o'ylab topgan narsa emas. Plazma lifting bu dunyoda bor narsa, yordam beradi. Ko'ksa artrozda, gonartrozda, men eshitaman, даже poзвоночник ham qilishayotgan joyi bor. Bu bo'g'imlarning yemirilishida birinchi emas, ikkinchi, uchinchi darajaga o'tar paytda yordam beradigan narsa. O'shanda ham qanaqa? Undan tuzalib ketmaydi, davolanib zo'r bo'lib ketmaydi. Ma'lum bir vaqtgacha o'sha kasallikka rivojlanishni sekinlashtiradi yoki to'xtatadi. To'xtatadi deyishim amr-maho, sekinlashtiradi. Bu bor narsa, bu to'g'ri narsa, meditsinada bor narsa, и подтвержденный narsa, bu yaxshi narsa. Tushunarli. Lekin sehrli, mana shuni qilsa zo'r bo'lib ketasan, yugurib ketasan degan joyi yo'q. Kasalga ham aytamiz, birinchidan holatiga qarab, rentgenga qarab, otsinka beramiz. Misol uchun 3-4 darajaga kelganda men уже отказ qilaman, qilmayman deb. Sabab rezultat noma'lum. Kasal palon bir pul to'laydi. Kasal bilasizmi, 100 ming so'm pul to'lasa ham davosi kutadiki zo'r bo'ladi. Men bilaman, что ta'sir unaqa yaxshi bo'lmaydi. Nima qilaman deb? Nima qilaman deb? To'g'ri, menga qanaqa informatsiya kelsa, men shunga ishonsa, zo'r bo'ladi deyshadi, boshqa qilishadi. Yolg'on. Effekt platsebo. Meditsinada hozir yolg'on ko'p. Juda yolg'on ko'p. Meditsinaga tegishli bo'lmagan odamlar xavat kiyib olib ham bir nimalar qilib yuribdi. Ammo bu Instagramlarni, ijtimoiy tarmoqlarni ham ko'ramizda. Men birontasida aniq narsa yo'qda, yana yozib qo'yishadi. Sog'liq eksperti. Yana bir narsalar, bir bola coach, sog'liq coach, mana shunaqa narsalar hozir kuzatsangiz ularni obunachilari va ularga ergashayotgan, afsuski bizani xalqimiz juda ham ko'p. Ularni gapini qonun deb, hattoki o'zining travmatologi shuncha yil o'qib, diplomlarni olib, amaliyot vrachi ham aytgan narsani qilmasdan o'sha sog'liq ekspertlariga murojaat qilishlariga nima deysiz? Hozir davr o'zgargan. 20 yil oldin hech kim Instagramga kirib yoki Facebookga kirib doktor qaramagan, qidirmagan. Hozir davr talabi shunaqa bo'ldiki, что ijtimoiy tarmoqlarga kirib, o'sha yerda tekshirib, qaysi birida otziv yaxshi bo'lsa, kimdirda like yaxshi bo'lsa, значит, o'sha doktor yaxshi. Shu trendga o'tdi. Bu davr talabi bo'ldi. Mana men 38 ga kirgan bo'lsam, mana endi 3 oymi, 4 oy mana shu narsa qiladigan bo'ldim. Meni ustozim bor, Ibrahim Musayfil aka degan. Даже shu odam sotsetiga qo'yib o'sha qilayotgan ishlarini, u ham ortiqcha gapirmaydi hech qanaqa. Qilayotgan ishlarini, mana shunaqa keldi, mana shunaqa qilindi, mana shunaqa zo'r bo'ldi deb до после qilib ko'rsatadi. Maqsad что informatsionni. Lekin siz aytayotgan narsangiz haqiqatdan shunaqa narsa bor. U ko'proq adashmasam kosmetologga tegishli narsa. Men kosmetologlarda ko'p ko'ryapman bu narsani. Bu kosmetologlarda ham bor bu narsa va boshqa. Umuman, kosmetolog mutaxassisiga diplomi ega bo'lmaganlarda ham bor. Men shuni xohladi, birdan ertasi kundan coach bo'ldim men. Tamom. Qaydir kursda o'qib oldim. Meditsinskiy coachlarni men hali ko'rmadim, o'zimga yarki ko'rmadim, men o'zim misol qilmayman. Lekin men bilaman, fizioterapiyani 3 oy, 4 oy kursini o'qib, birinchidan o'zining familiyasini oldiriga doktor deb qo'yibdi. U вообще kadr. Bir televideniyega ham chiqdim. Bitta bola bilan televideniyega chiqdim. Sen nima ish qilasan? Sen men fizioterapeutman. Xo'p, kim o'rgatgan? Rossiyada mana shunaqa joylarda o'rganganman. Xo'p, u odaming kim? Doktormi? Sen yo'q, shu fizioterapiyani. Xo'p, meditsinada o'qiganman. Nima diplomi bor desam? Kim? No, bola yomon emas, bola yaxshi. Bitsavam o'zining ishini yaxshi biladi. Mana просто g'alati ko'ringani, Telegramga kirib qarasam, doktordan balo batar, vrach degan
biz ahmoq ekanmiz-da. O'ylab o'qigan. Chunki odamlar doktor degan yozuvga ko'proq ishonadi. Oq xalat kiyib olsa, Вот, отдельно. Oq xavat kiyish qanchalik to'g'ri? Ertaga bir narsa bo'lsa-chi? Men u ko'proq kosmetologlarga e'tibor beryapman. Опять-таки, kosmetologlardan ko'p shikoyat tushyapti. Birinchidan, любой odam kosmetolog bo'la oladi. Men bilaman uyda qilishyapti. Lablarni, qizlarni labini ishiryapti, bambetrni qattiqdir qilyapti. o'sha shirganlarni chidasangiz bo'ladi. Uni kesib tashlab, tortib, nit deydi, iplar bilan tortib tashlaydiganlarichi. Umuman nistrilni muhitda kiyib olgan perchatkasi ham Birinchidan bilmaganligidan. ishlatishga qo'rqadigan perchatkalarimiz bor-ku, unaqa. Birinchidan sterilniy perchatkani ishlatganini ko'rmaganman. Masalan, ko'k perchatka bilasizmi, многоразовый. Многоразовый emas. Chiroyli ko'rinadigan bor-ku. Да, яркий. Kadrda. Да, и вопрос стерильности, асептики, антисептики вообще не стоит. Не стоит, потому что они сами не знают. Ko'pida litsenziyasi ham yo'q. Yaqinda mana shu Kunuzda chiqdi. Kosmetologlar ko'rdingizmi shuni yo'qmi? Yo'q. Zo'r chiqdi, Kunuz muxbiri chiqib, mana shunaqa kosmetologiya Instagramda hammasini reklamasini ko'p chiqib telefon qildi. Siz o'zi kosmetologiyada o'rganganmisiz? Nima qilaman o'rganib deydi. U nima kerak deb qo'yadi. Но результат очень плачевный. Очень плачевный. Men o'zim Instagram yurg'izaman. Menga hech qanaqa просмотр kerak emas. У меня чисто информативный. До, после bo'ldi. Menga shuncha, mana misol uchun oladigan operatorlar aytadi, siz balandroq qanaqadir gaplarni gapiring, e'tibor chaqirsin. Вообще qiziq emas. Вообще kerak emas. Lekin kasallik keladi, aytadi, Instagramingizni kuzatamiz. Nodir aka, ayb o'zimizdadir balkim. Men hamma vrachlarga, o'sha meditsinani tugatgan vrachlarga Instagram, umuman qaysi ijtimoiy tarmoq bo'lishidan qat'iy nazar yurituvchilar tarafdorimanda. Biz mana shu informatsion polyani o'zimizni kerakli, доказательный meditsina yo'riqlarimiz, tavsiyalarimizni o'zimiz berib egallamasak, mana shunaqa psevdo coachlar hammasi egallab olib, xalq chalib ketib qoladi-da. Ha, meditsina aslida shunaqadir degan narsa bor. Biz birinchidan нормальный praktikuющий vrach vaqti yo'q unaqa ko'p narsaga. Mana sizga o'xshagan, ham ishni ham zo'r qilishni biladi, ham lekin media пространствоga chiqqan odamlar juda kam. Vrachlarning vaqti yo'q, ko'p vrachlar, normalniy xirurglar sal kamtarroq bo'ladi, bilasizmi? Unaqa kameraga ham chiqmaydi, gapira olmaydi ham. O'zim ham zo'r gapirishni o'rganyapman. Kimlar qiladi? Baland ovoz gapiradiganlar, u ko'pincha xirurg emas ular. Vrach ham emas, xirurg emas, ular lekin egallab olishgan. Ular baqir-chaqir qilib, xalqlarni qilib, bu ayblanib vrachlarning aybi. И kasallarda ham o'sha bemorlarda o'zi to'g'ri diferensiya qila olmayotgani. Qaysi biri vrach, qaysi biri не vrach, psevdo vrach. Mana shunaqa psevdolarga qarshi qanaqa ish qilaman? Kasal keladi, murojaat qiladi, mana shunaqa yozaman. Sani ishing mana shu, qiladigan ishing mana shu operatsiya. Sen mana shuni operatsiya qilsang, yaxshi bo'lasan deyman. Ammo mana nomerimni yozib qo'yaman, ertaga boshqa doktorga borgan yoki kimdirlarga borgan. Agar yo'q, senga operatsiya kerak emas, u doktoring noto'g'ri gapirsa, menga telefon ulab ber deyman. Telefon ulab ber, menga gapirsin shu gapini deyman. Этим самым я стараюсь вот фильтровать, понимаете? То, что uzoqdan yoki orqadan gapiradiganlar juda ko'p. Baland gapiradiganlar juda ko'p. Lekin sal bunday yoshtirib, qani keltirib ber, tushuntirib ber desang, bo'ldi, jim o'chadi. Men bu xil, men davolayman, особенно grijlarda ko'p. Operatsiyasiz davolayman deydi. Bo'g'imlarni operatsiyasiz qutuldiraman deydi. Kasalligi shu kerak. Ma'lum bir foiz kasallar operatsiyadan qochgan kasallar. Hammasi operatsiya qilish kerak, biladi, qilmaydi. Men qilmayman deydi, bo'ldi. Unaqalar hamma mana shunaqa Instagramda baqir-chaqir qiladiganlarga chiqishadi. Davolayman. Men shularga telefon qilaman. Bir xil o'zim qilaman. Menda 3-stepen kokseratoz. Nima qila olasan? Zo'r qilaman deydi. Qanchalik rezultat? Sen o'sha aytgan va'dang qila olasan, meni qilaman deydi. Qila olmasingchi? Harakat qilaman deydi. Yo'q, qila olmasingchi? Men aytganingni qilaman, ham aytgan pulingni to'layman, boshqa qilaman. Вот насколько на практике у тебя результат? Sen operatsiya qilmaysizmi deyman. Operatsiyani qilaymi, yo'qmi ikkilanib turibman deydi. Lekin operatsiya qilish ham yomon deydi. Nimaga desam, 50 deydi. Sen qayerdan bilasan, seni statistikang bormi deyman. Kasal sifatida telefon qilaman. Endi ko'rib yuribmiz deydi. Nimani ko'rib yuribsan deyman. Keyin o'zi tushunib oladi-da, aka doktormisiz deydi. Ha, yana qanaqa qilib men ham tirikchiligim bor deydi. O'zimiz, men ikkalamiz ham doktor taraflar bo'lib qolmaylik-da, balkim men xalq tarafimdan ham o'ylab ko'raylik. Bekorga sho'lar qo'rqish emas, to'g'rimi? Ya'ni noto'g'ri qilingan operatsiyalar ham bor-ku. Bo'ldi, tushundim. Kerak emas joyiga ham operatsiyani tiqqan vrachlar bor-ku. Ularga nima deysiz? Bu narsa bor.
Bu narsa yo'q emas. Men hozir gapirsam xafa bo'lib qolishadi Gapirishingiz kerak. doktorlar. Bizaniki unaqa kimnidir xafa qilib qo'yaman degan bo'lishi kerak emas. Men har doim harakat qilardimki, doktori puli bor, ko'zi to'q bo'lishi kerak. Mana shu gapga juda katta gap bor. Mana bizga farm kompaniyalar keladi, boshqa qiladi. Bilasiz, farm biznes bor, nimadir qilib beramiz deydi. Ko'pincha men ularni qaytarib yuboraman, gapim qaysi ma'noda? Menga hech narsa kerak emas, boshqa kerak emas. Dori yaxshi bo'lsa, men o'zim eshitaman. Bir 15 yillik, 20 yil O'zbekistonda bor dorilarni o'shalarni qilaman. Yangi nimadir dori kelsa, ikkilanib turaman. Особенно keyin mana shuni qilib berardik, uni qilib bersa, pashvodan beraman. Sabab ularga ham tushuntiraman, bitta farm kompaniya bilan ishlamayman men birinchidan. Ishlamayman ham, boshqa qilmayman, hech qanaqa dogovorim yo'q. Aytaman, meni pulim bor, ko'zim to'q, sizlarga qarab qo'ygan joyim yo'q. Kasallikka harakat qilaman, dorini sostavini berishga. Misol uchun, kalsiy kerakmi? Men aytaman, kalsiy tarkibida 400 milligram bo'lsa, menga mana shu yetadi. 100 emas, 220 400. Qaysi firma olishinglar o'zingizga bog'liq. Menga qiziq emas. O tak надо стараться. Endi har bitta operatsiya turi, boya shuni gapirdim, 5% gacha asorat bor. Sizga ham shu gap. Siz 40 kun osh qiling, qaysidir kuni o'sha oshingiz o'xshamaydi. Operatsiya ham shu, doktor kirgan, malakasi yetgan doktorga har kun. Men o'z statistikani Nodir aka sizdan so'ramayman. Ya'ni har bitta kasallikni eng zo'r mutaxassis qilishdan qat'iy nazar qanchadir prosent o'xshamay qolishi bu bor narsa. Men uni so'ramayman. Mana 5% gacha deysiz, ya'ni 100 ta odamdan 5 tasida o'xshamay qolishi eng professionalda ham bu mumkin bo'lgan narsa. Bu jahon bo'yicha. 5%, lekin norozi bo'lganda. Men hozir buni so'ramayman. Norozi bo'lganlar haqida so'ramayman. Nima deysiz? Ular baqir-chaqir qiladiki, mana men operatsiya qildim, yotib qoldim deb. Ularni qo'yib turaylik hozir. Operatsiya kerak bo'lmagan holatda ham qilingan holatlar bor-ku, buni biz bilamiz-ku. Birinchi gapi o'shaning uchun men gapiryapmanki, kasalli, doktori ko'zi to'q bo'lsa, puli bor bo'lsa, ko'zi och bo'lmasa, xo'p, kasal qatdan biladi u doktorda ko'zi to'qmi, ochmi? Xo'p, kiyimiga qarab ishlatadigan, telefoniga, mashinasiga qarab, agar qaraydigan bo'lsangiz, unaqa bo'lib ham ko'zi ochligicha qolganlar bor-ku. Puli ko'p, ko'zi och baribir. Foydasi yo'q ularga. Doktorga borsin. 3 ta doktorga. Xo'p. Doktorga borsin. Shunda ikkitasi agar bir xil gapirsa, senga operatsiya kerak deb. Chunki bizga kelishadi. Mana doktorga bordik, bunisi operatsiya kerak deydi, bunisi kerak emas deydi, bunisi kerak deydi. Shu 3 ta doktorga borsin. Men o'zimning fikrimni aytaman, ya'ni boshqa doktorga boring, lekin borib aytaman. Qaysi doktorga borsangiz, Mediondagi Nodir ko'rdi, Nodir gapi shu. Traumatologlar ko'pini meni taniydi baribir. Nodir shu dedi. Deb aytavering, meni familiya ismimni aytavering. Nodir bor, Nodir fikri shu bo'ldi. Men tavsiyangiz, agar ochiq operatsiya kerak bo'lsa, 3 ta malakali vrachga borish kerak va agar ikkitasida operatsiya qilish kerak deyilsa, operatsiya qilish kerak. Shunaqa tushundim. Endi qarang, men o'zim sohamga gapira qolay. Agar konservativ davo yordam bermagan bo'lsa, misol uchun kimdir aytadi, oldin davolanib ko'ring deydi. Bu bor gap. Oldin davolanib ko'rsin. Bitta kurs qilib ko'rsin, ikkinchi kurs qilib ko'rsin. Agar misol uchun o'sha ko'ksaroz bo'ladimi, grija bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, davolanib ko'rsin. Ta'sir qilsa yaxshi zo'r. Tegmaganga tegma degan joy bor. Ammo lekin hech qaysi dori-darmon yordam bermasa, blokada yordam bermasa, turgan gap operatsiya bo'lsa, uchrasam doktor, ikkita doktor operatsiyadami qilganing yaxshi. Bizda nechta kasallik yuribdi, bilasizmi? Nevropatologiya tegishli narsa. Grija katta. Oyog'i deyarli o'sha ishlamaydi. Uvushgan bo'ladi, sezmaydi, yaxshi ishlamaydi, hojatga borishi qiynaladi. Nevropatologlar gapirmaydi, borib tinchgina olib tashlaydi, kamdan kam gapiradi. Shu 10 ta dorisini yozib beradi, 8 ta dorisini yozib beradi, mana shuni bitta kurs oling deydi. Kamdan kam yo sen operatsiyaga pishibsan yoki operatsiya qilishing kerak. Men ishim уже yordam bermaydi deyishi kam. Sizda ham shu ahvol. Mana siz intervensionist. Nechta kardiologlar уже stend qo'yadigan holda bo'lsam, yo'q, shu dori yozib yuradi yoki yotqizib qo'yadi 10 kunga. Yozib beradiganlar juda ko'p. Chunki nimadan qo'rqishadi? Agar kelib manda stend qo'ydirishsa, ancha yengillashib qoladi va yengillab qolgandan keyin u doktorga borishi albatta kamayadi yoki u menga o'tib ketib qolishidan patsienti menga o'tishidan qo'rqishadimi bilmayman men. Undan ko'ra 10 kunga yotqizib qo'yadi. 10 kunga yotqizadi, shu statin qiladi, nimalar qiladi? Anaboliklar nima qiladi? Yo'q, endi statinlar bu rekomendatsiyaga kirgan narsalar. Kirgan narsa, есть показания. Metabolический. Yo'q, mana qanaqa narsa-da. Kapelnisalar deylik. Xo'p, mana qanaqa narsa. Есть o'sha stendирование абсолютно показания degan narsa bor. Shuni bo'lsam, yo'q, yotqizaman 10 kun qilaman deydi-yu. Ko'p unaqada. Terapevtический.
Terapevtlar shunaqa aytmaydi-ku, "Yo, senga stent qo'yish kerak ekan, sen уже bo'lmabsan" deb uni yurg'izaveradi. O'sha stent qo'yadigan vaqtini ham o'tkazib yuboradi, keyin prямой уже Infarkt bilan keladi. Или инфаркт, или прямой только уже akasha. Grija necha millimetrdan oshsa bu 100% operatsiya ko'rsatma. Unaqa narsa yo'q. 6 mm, 8 mm spokойно yurganlar ko'p. Sabab позвоночный kanal kengligiga bog'liq. Bir qiligida 5 mm bo'lsa baqirtirib keladi, bechara, baqirib keladi. Sal grija qilsa ham olib keladi. Bir qilib 8-9 spokойно yuradi. Поэтому razmeriga qarab emas. Birinchi belgi, что operatsiyani o'ylash kerakmi degan narsa oyoqqa, butun oyoqqa qilib bersa. Orqa yuzasida tortishish, og'riq, jimirlashish, o'sha oxirgi stadiyalarda hojatga borishi buzilishi. Нарушение функции малого таза deydi. O'sha paytda o'sha nima davo bo'lsa ham ta'sir qilmaydi. Institutda agar grija 10 millimetrgacha bo'lsa, uni bemalol nevrologik lecheniyalar bilan, davolar bilan davolasa bo'ladi. 10 millimetrdan oshsa, u 100% operatsiya ko'rsatma deyishganda, mana shu gap meni xotiramda qolib ketgan ekan. Demak, bunga gapirishganmi shunaqa? Shunaqa deyishgan. Demak, bu haqiqatdan uzoqmi shunda? Haqiqatdan uzoq. Demak, kerak bo'lsa 5 millimetrda ham olib kelsa, uni operatsiya qilish kerakmi Grija shunda? deganda faqat grija emasda, stenoz degan narsa bor. Ya'ni grija unaqa katta bo'lmaydi, lekin o'sha orqa miyadagi позвоночный kanalda suyaklanib ketish degan narsa bor. MRTni ochib qarasangiz, вторичный stenoz deb yozilgan. O'sha suyaklanib dimlab qo'yadi. Вторичный stenoz bo'lib, orqa miyani mamlaqa qisadi hamma joyda. Lekin grija ko'rsangiz kichkina. Nevropatologlar ko'radi. Birinchidan ko'p nevropatologlar e'tibor beraman. Описание o'qiydi. Uzoq bo'lsa bunda plyonka qaraydi. O'tirib ko'pchilik disk ochib qaramaydi. Disk ko'rmaydi. Описаниеda ma'lum bir gap. Mana siz ham qaraysiz. Snimkada bo'lsa 30 ta snimka bo'ladi. Diskda 100 ta 150 ta bo'ladi. Har bitta послойni ko'rsa bo'ladi. Ko'pchilik qaramaydi. Bizda ishlaydigan nevropatolog o'tirib bizni ko'rsatganmiz. Mana shunaqa joy. Mana shunaqa ko'rsatganmiz. Endi stenoz deganda grija katta bo'lmaydi, lekin qisib turgan bo'ladi, o'shaning uchun dorilar yordam bermaydi. Nevropatologlar grijang hali kichkina deydi. Ko'p nevropatologlar dori deb o'radi. Stenozni ko'pchilik e'tibor bermaydi bu narsaga, как muammo bo'lib kelishi mumkin. Xo'p, mana Nodir aka, bugungi kunda, mana 2025-yilda travmatologga eng ko'p qaysi shikoyatlar bilan murojaat qilinyapti? Toshchanoq bo'g'imi, tizza bo'g'imi, bel sohasidagi og'riq. Yana bir narsa borki, o'zi bo'g'imlarda og'riq bor. Uni ko'pchilik doktorlar e'tibor bermayapti. Mana keladi, mana tizzam o'zidan o'zi ishib qoldi. Mana tizzam o'zidan o'zi og'riyapti deydi. O'tirib so'rayman, boshqa bo'g'imlaringda-chi? Ha, men bitam yelkam ham og'riydi, barmoqlarim eshadi. Revmatoidni joylar juda ko'p. Bizani O'zbekistonda revmatizm bilan yoki revmatoidni artrit bilan chalinganlar ko'p-da, lekin revmatolog degan doktorni ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik travmatologga boradi, tizza ekan deydi, MRT qiladi, MRTda sinovit bo'ladi, ya'ni жидкость воспаления ketgan bo'ladi. Endi savol tug'ilishi kerak. Nimaga воспаление boshlangan? Nimaga жидкость? Да, жидкость можно поправить, исправить, сделать хорошо. А почему ertaga qaytalanmasligi uchun? Значит, tegini topish kerak. O'shada ko'pchilik kasalligi ревмопроба bilan общий анализ крови qilaman. Это самый минимальный набор, чтобы исключить ревматизм. Как минимум, o'zi ACCP degani bor, boshqasi bor. Revmaprobada уже ma'lum bo'ladi ko'p narsa. И 60% kasallarda revmaproba положительно baland bo'ladi. Bo'g'im kasalligi juda ham qiyin-da. Misol uchun, men o'zimning yaqinimda ham oyog'im og'riyapti deganlarda, meni xayolimga keldi travmatolog, nevropatolog. Nimaga nevropatolog? Keyin revmatolog ham. Men 3 ta mutaxassisni ko'rsatdim-da. Qachondan beri revmatolog deb o'ylaydigan bo'ldingiz? Chunki bu endi buni bilamiz-ku biz doktor sifatida ham. Bo'g'im kasalliklari mana shu asosan mana shu mutaxassisliklardan bo'lishi mumkin edi. Ko'pchilik lekin siz hozir nimaga hozir nevropatolog nima uchun dedingiz? Chunki bo'g'im kasalliklari har doim ham revmatolog yoki travmatolog davolaydigan bo'lishi emas, nevropatolog ham davolashi mumkin u. Nimaga? Yo'q bunaqasi. Bunaqa holat hech qanaqa. Nevropatologga borishda u dori ham yozib beradi. Lekin buni sohasi emas. Bu to же самое sizlarga, terapevtlar, kardiologlarga. Nimadir shikoyat shidavitkasi bo'lsa, T3, T4 gormonlarni yozib berishadi terapevtlar. Endokrinolog emas. Endokrinolog emas, lekin yozib berishadi. Nimaga? U mana shunaqa смещённый bo'lib ketganda. Tushunarli. Причем тут невропатолог и bo'g'imlarning kasalligi? Demak, bo'g'im hech qanaqasiga nevropatologga aloqasi. Yo, редкие случаylарда bor. Но опять-таки в редких случаях asosiy kasallik emas. Ularga ko'rib berishadi, dori ham yozib berishadi.
Откaz qilmay, yo'q, meniki emas. Nevropatologni kamdan kam ko'rganman. Bor shunaqa yaxshi nevropatologlarimiz ham hozir hamma nevropatologlarimizga tosh otishimiz kerak emas, chunki heyt bo'lib ketib qoladi. Yaxshi, insofli, o'zimiz yaqinlarimizni ko'rsata oladigan, ishonadigan nevropatologlarimiz bor. Endi nima uchun oxirgi paytlarda mana shuna sustav almashtirish, bo'g'imlarni almashtirish degan narsalar ko'payib ketdi. Oldin nima bunaqa narsalar yo'qmidi? Nimadir sabab bo'ldimi? Nima uchun hozir ko'p? Yosh qizni ham son chanog'ida muammo bor, kimdir yosh yigitni ham tizzasini almashtirish kerak. Nima uchun? Asosiy ikkita diagnoz qo'yilyapti. Siz aytayotgan narsangizda. Yoshlarda ko'rinadigan narsa asepticheskiy nekroz. Ya'ni mana bu ko'pincha Coviddan keyin juda kattalashib ketgan, bir 60-70% ga oshib ketgan asepticheskiy nekroz. Ya'ni suyakka son suyagining boshchasida ustidan emasli ichidan chirishi. Nekroz immunida chirish bu. Nekroz. Chirishi. Usti normalniy bo'ladi, lekin ichidan bo'shliq bo'lib chiriydi, bo'shliq bo'lib qoladi. Bo'shliq bo'lgandan keyin usti уже pachaqlanish boshlaydi. Lekin toz atrofi hammasi zo'r. O'shanda chirib уже nagruska tushadi-yu har kuni. Tushirganda keyin dumaloq bo'lib turgan narsa anaqa qilib qoladi. Yassa bo'lib qoladi. Kстати, bitta tabib eshitdim. Hammani qoqib samala deysan deydigan. Uni muxlislari ko'p lekin. Uni muxlislari mana shu tabibga o'zim borgim kelyapti. O'zim borgim kelyaptiki, chunki bu vrachlarga minus bo'lib ishlayotgan narsa. Shu tabib borligini. U nima qilayotgan bo'lsam, naучно не доказано birinchidan. Bu bir. O'tga borgan kasallar, endi opet-ga ko'rasizmi, doktorlar shifo topolmagan, tabiblardan shifo topganlar ko'p. Lekin nabaroti ham juda ko'p. Bitta o'zi tabiblar bilan doktor o'tirib bir qanaqadir muloqot qilishgani, bir yig'ilib muloqot qilib turgani yaxshi-da. А то каждый свое говорит. Xo'p, bo'g'imga qaytadigan bo'lsak, o'sha Coviddan keyin shunaqa teoriya bor, oxiriga hali dokazatsiya qilinmagan. Covid payt kasal Covid bo'lsa, bizning doktorlarimiz, dunyoda o'zi doktorlar shu kasalni nima bo'lsa ham zo'r qilib qutulish kerak, o'tib qolish kerak emas deb, u dorining dozasida deksametazon qilingan. To'g'ri qilingan. Ko'pchilik aytadi, "Va, rosa ko'p qildik, deksametazon qilishdi, bekor qilishdi, mana ahvol." Voy, san tirik qolding. U paytda san tirik qolasanmi, yo'qmi, hech kim bilmasdi. Butun oila o'lib ketganlar qancha? Shunday. Maqsad edi jon saqlab qolish. Undan keyin asorat uzr, san tirik qoldingmi, shukr qilgan. Xo'p, o'sha paytda shuni hisobiga bo'g'imda juda katta, imенно toshchanoq bo'g'imida asepticheskiy nekroz bo'ldi. Kolenida ham bo'ldi. No, toshchanoqda ko'proq. O'shancha yoshlarda ham ko'p chiqdi bu narsa. Hammasi operatsiya bo'ldi. Nodir aka, mana hozir eng ko'p uchraydigan kasalliklardan koksartroz, ganartroz. Qachon operatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma bor? Qachon dori-darmonlar bilan davolashimiz mumkin? Birinchi, ikkinchi stependa dori-darmon bilan davolanadi. Davolash mumkin. Davolash mumkin, kerak. Kerak. Birinchi stependa endi og'riq bo'lmagan hisobiga murojaat ko'pchilik bilmay qoladi. Baytmi ikkinchi stependa keladi. O'shanda dori-darmon bilan qilinadi. Почти hamma metodlar, ya'ni fizioterapiya, dori-darmon o'sha narsalar yordam beradi. Qanaqadir blokadalar ham yordam beradi. Yordam beradi deganda nima? Yaxshi lecheniyaga, yaxshi davoda, shu ikkinchi stependa to'g'ri lecheniyada shu ikkinchi stependa o'zida ushlab qolishimiz mumkinmi? Mumkin. Ma'lum bir foiz, 8% gacha. 8% gacha. 8%, 12% gacha to'xtaydi. Haqiqatan to'xtaydi. Men o'zimdan hozir MRT qilsangiz, menda 2-3 ga qarab o'tgan. Ganartroz? Yo'q. Koksartroz? Asepticheskiy nekroz. Da? Lekin og'riq yo'q. Men kutolman o'zim. Mana hozir MRTni ko'rsa operatsiya deydi любой odam. Lekin объем движения idealni turibdi. Demak, qanchalik kerak bu narsaga. Ikkinchi uchun mana birinchi, ikkinchi stadiyada dori-darmon. Tushunarli. Hozir o'zingizda ham mana travmatologimiz o'zida ham hozir ikkinchi, uchinchi stadiya asepticheskiy nekroz. Lekin og'riq yo'q, demak. Umuman simptomatika yo'q. Sal oqsoqlanish menda paydo bo'ldi, uni men sezdim. Agar og'riq bo'lmasa, yursa bo'ladi. Yursa bo'ladi. Temaganga tema. Menda har doim yaxshi. Birinchi, ikkinchi stadiyada dori-darmon.
2, 3ga yoki 3-stadiya bu faqat operatsiya yordam beradi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yordam bermaydi. Blokada qiladimi, boshqa qiladimi, uradimi, tepadimi, 40 ta tabibga boradimi? Faqat operatsiya yo'li bilan rezultat bo'ladi. Ana endi o'sha 3-stependa ham operatsiya qilmasdan turib yuraversa, mana shunaqa unga bunga deformatsiya kuchli bo'ladi. O'sha operatsiyaning ham rezultati oyoq yaxshi demagandan keyin bo'g'im qotadi. Bo'g'im qotadi, mushaklar ham qotadi. O'sha kasallar dod bo'lib kelganda, kelsa operatsiyani rezultati o'sha 100% emas, 60%, 70%. Kasallarga o'shanga ham rozi, sabab og'riq to'xtaydi. Lekin bukilish, ochilish ishlamaydi. Yana bitta Nodir aka, davo usuli bor. Oyoqdan osib qo'yishadi, barmoqdan osib qo'yishadi. Shuni gapiraymi yo'q, ikkilanib turib. Yo'q, juda ham gapirishingiz kerak, chunki men o'zim bu shaxsiy savolim ham bo'ladi. Men institutda o'qib yurgan paytimizda bizda bir terapevt bo'lardilar. Juda patsientlari ko'p, navbatda turishardi va o'sha patsientlarni ko'rish davomida biz jarayonda qatnashardik va ko'rardik va ularga ko'pincha shu o'zlarining klinikalariga yo'llanma berardilar va u yoqda asosan osilardi. Barmoqdan osilardi. Va shu terapevt nima kasallarni ko'rardi? mana shunaqa og'riq bilan kelardi. Unga mana shu terapevt dedilar, nevropatolog emas, revmatolog emas, neyroxirurg emas, revmatolog emas, terapevt dedilar. Ular hozir ham ishlaydilar va hozir ham juda ham mashhurlar. Hozirgacha patsientlar arimaydi. Rostdan ham u patsientlardan so'raganimizda mana shu osishlardan keyin barmoqdan osib qo'yilar ekan. Ma'lum bir muddat kimdir 3 minutga borar ekan, kimdir 1 minutda ya'ni og'riqdan chiday olmay baqirar ekan. Kimgadir 5 minut, kimgadir 10 minut mana shuni osib qo'yishar ekanda. Bu metod hali ham juda ham mashhur. Shu qanaqa o'zini bir nimasi bormi, dokazanning bazasi bormi? Qanaqa metod bu o'zi rostdan? Cho'zilish hisobiga yoki umurtqa pog'onasi diagnoz bilan borgan. Nima diagnoz? Terapevt yoniga nima diagnoz bilan borgan? Bel og'rig'i, oyoq og'rig'i. Endi men hozir sizga aniq diagnozni, chunki student bo'lgansiz, student bo'lganman, to'g'risi esimda yo'q. 10-15 yillar bo'lib ketdi. O'zbekistonda 5% shunaqa doktorlar bor, hamma sohani yaxshi tushunadi. Men o'zim ko'rganman, men havosim keladi unaqalarga. Bordi. Hop, effekt olganlar ham ko'p, bekordan bekorga ham anaqa emas u, nima patsientlar ko'p emas ular tabib emas, lekin rostdan ham institutda dars beradilar. 4-5 kurslarga ham dars beradilar. Patsientlar oqimi to'xtamaydi, effekt olganlar ko'p. Menga pasient ko'p kamligi bu yerda hozir informatsiyangizdan qiziq emas. Hop. Barmoqdan osib, yotqizib, urib, tepib, uradi, tepada, barmoqdan osadi, har xil mana shunaqa narsalar bor. Bittasini ko'rdim, nimadir bilan ham urar ekanda. Ko'rdim. Bu доказательный meditsinada u metod yo'q. Bu meditsina standartida, VOS standartida yo'q metodlar. Fizioterapiya turiga kiraman desa, fizioterapiya ham turiga kirmaydi. Bu metod men to'g'ri metodni bilmayman. Foydasini ham tushunmayman. Bu to'g'ri metodni bilmayman. Men hali yumshoq gapiryapman bu gapni. Hozir gapirsam yomon gapirib tashlayman. Zo'r o'zim ushlab turibman. Bu ahmoq metod desam ham katta gap. Bu yumshoq gap. Bu yo'q metodlar. Lekin odamlar boradi. Mana shu grijasi bor, bezovta qilayotgan. Doktorga borsa operatsiya deydi. Nima qilaman doktorga? Faqat operatsiya deydi. Undan ko'ra men bularga borib ko'raman deydi. Наверное, какой-то эффект дает временный. Наверное, дает. Vaqtinchalik существует. Есть такая вещь, называется скелетное вытяжение degan narsa bor. Balki o'shaning effektini beradi. Скелетное вытяжение apparatga soladi, sekin cho'zadi. Uning o'zining показанияsi bor boradigan. U любой narsaga, любой grijga borsa bo'ladigan emas. O'shaning effektini bersa kerak, mana shu barmog'iga osib turish. Rostdan bor. Bu to'g'ri narsada bilmayman. Bu yaxshi narsada bilmayman. No, siz aytganingizdek, terapevt kasallar ko'p. Men hayotimda bir 4 ta 5 ta vrach ko'rganman. Haqiqatan ko'p sohani biladi. Ular beradigan lecheniyasi ham to'g'ri. Ulardan kasallar rozi. Men hayotimda 2-3 ta odam ko'rganman. Men havosim keladi. Shunaqa odamga dash sog'ib tushgim ham keladi. Chunki men misol uchun faqat o'zimni sohamni более-менее bilaman. Zo'rman deb o'zimni gapirish ahmoq gap. Xo'p, Nodir aka, mana qachon lecheniya qilish kerak, davolash kerak, qachon operatsiya qilish kerak buni tushunib oldik. Endi operatsiyadan mana 3-4 daraja bo'ldi. Siz aytayotgan hamma shikoyatlar bo'ldi. Operatsiya qilish kerak deb topildi. O'sha 3 ta vrachga ham bordi, uchalasi ham operatsiya qilish kerak deyildi. Operatsiyadan qo'rqish kerakmi yo'qmi? Men o'zimning sohamdan kelib gapira qolay. Travmatologiya, ortopediya bel sohasidagi o'zgarishlarda unaqa
o'lim suvchilar juda kam. O'limga boradigan. Har bitta operatsiyada shu 5% asorat bor, haqiqatan yotib qolish ehtimoli bor. Bu bor gap. Yoqadimi, yoqmaydimi operatsiya har doim muvaffaqiyatlimi nima deydi? Udashdan chiqishi har doim bo'lmaydi u narsa. U 5% ga teng. Lekin 5% bor ekan, mana shunaqa asoratlar bor ekan, operatsiya qilmaslik bu ahmoq gap. Men kasallikni tushuntiraman. Mana kasallik keladi, mana belim og'riydi, tizzam og'riydi, hech kim davolamayapti. Men aytdim, mana sana mana shu решение bu sana operatsiya. Mana shu operatsiyang bo'ladi. Mana shu sanda foiz ko'rsatkich baland. Mana shu ko'rsatkichda sen yaxshi bo'lasan, mana shu ko'rsatkich bor, что sanda yaxshi o'rsamasligi. Sen shuni bilding, eshitding. U yog'iga o'zingga bog'liq. Ya'ni mana shuncha bor ekan deb operatsiya qilish qilmasligi sana vyuboring bor. Lekin operatsiya qilmasang, ham o'zing azob chekasan. То есть постоянно og'riq bilan yurish. Уже mehmonga bormaydi, meni sohamdagi muammolar. Уже mehmonga bormaydi, o'yin kulgiga bora olmaydi, o'tirib namoz o'qiy olmaydi, постоянно miyasida og'riq bo'ladi. Вот. Lekin mana shuncha foiz asorat bor ekan deb qilmaslik bu ahmoq gap. Bizani ko'p kasallar qo'rqadi. Nimaga qo'rqasam, bilmadim, yoshim o'tib qoldi deydi. Eng yoshim katta bo'lib qoldi. 94 yoshda ham operatsiya qildik. Hali ham tirik. Zo'r yuribdi aka. Zo'r. Mani vaznim to'g'ri kelmaydi. Даже o'sha endoprotez qo'yish 120 kilogacha qo'ysa bo'ladi. Qo'rqmasdan. Yo'q deydi. Men operatsiya qilmayman. Mana anu qo'shnim qildi, yotib qoldi, hali ham yotibdi. Men qilmayman. Mana shu gapni ko'p eshitaman. Birinchidan u qo'shningizda nima diagnoz? U qo'shningizda qanaqa yana hamroq diagnozlar bo'lgan? Qaysidir vrach operatsiyaga olsa, esi hushi joyida, normal vrachlar ko'p bizda, olsa 100 marta o'zi o'ylaydi, olaymi yo'qmi? Ko'zi yetsa qiladi, ko'zi yetmasa qilmaydi. Har holda mana shunaqa. Men qarayman oldin. Agar kasal o'zi takoy напряженный, agressivniy bo'lsa, men tushuntiraman, oldin davolanib kela qoling deyman. Chunki bilaman, operatsiya qilaman. Operatsiya zo'r bo'lgan taqdirda sal tiq etsa ham olib borib keladi. Уже agressivno настроенный bo'ladi. Mana shunaqa. Operatsiyadan qo'rqish kerak. Qo'rqish kerak emas. Agar ko'rsatma bo'lsa, uni ishonchli vrachda, tajribali bo'lgan vrachda surishtirib qildirish kerak. Nodir aka, sizga katta rahmat bugungi savollarga javob berganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun. To'liq javob bergan bo'lsam bo'ldi. Yana bitta shu bizani kuzatuvchilarimiz uchun bir bonus sifatida agar narsa aytsam bo'ladimi? Onlayn maslahat. Onlayn konsultatsiya. Shu narsa to'g'ri deb bilasizmi? Men shuni to'g'ri deb bilmayman. Lekin ko'p chiqishadi. Qaysidir ma'noda mana diskimizni ko'rib bering deyishi mumkin, a? Masalan, menga jo'natsa, stent qo'yish kerakmi, doktor? Mana koronarografiya qildim. Disk jo'natsa bu hali yaxshi. Bu hali disk jo'natsa yaxshi. Ko'pchilik oyog'im og'riyapti, shu onlayn konsultatsiya qilib bering. Men mashtim og'riyapti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqasi qilib bo'lmaydi. Yo'q desangizchi, yomon ko'rinib qolasiz. Mana shu kasal o'zini sog'ligiga hafsala qilmasdan, o'zi doktorga bormasdan, ya'ni mana shu oyog'i og'riyaptimi, Instagramda yozyapti, уже давно уже, значит, bu degani tizzasi anchadan beri og'riyapti degan. Lekin doktorga borgizsa, yo'q hafsalasi yo'q sharoiti yo'q, bilmadim. Mayli. Birlamchi og'riqlar uchun albatta kasal doktorga oldiga kelish kerak. Endi biz hozir nima uchun bonus qilmoqchimiz patsientlarga, kuzatuvchilarga? Agarda sizni oyog'ingizni yoki son chanoq bo'g'ingizni tizza, umuman qaysidir sohada bo'lsa ham operatsiya qilish shart degan rekomendatsiya, tavsiya berilgan bo'lsa, shularga qanaqadir bir birlamchi yordam, uzoq viloyatda misol uchun hamma ham ularga ma'lumot bersa bo'ladi. Onlayn ma'lumot bersa. Onlayn ma'lumot, disklarni yuborishsa, disk yuborsa, aniq lo'nda gapirsa, bor shunaqa kasallar. Disk jo'natadi, описание jo'natadi, kerak bo'lsa qilingan назначение jo'natadi. Shuni mana shunaqa qilib, menga operatsiya, shunga nima deysiz? Mana bu zo'r to'g'ri gap. Mana shunaqa savollar bo'lsa, demak siz onlayn javob berishga tayyorsiz. Kerak bo'lsa, bu yerda biza telefon nomerlarini qoldiramiz Nodir akamizni. Yana ham to'liqroq ma'lumot yoki o'zlarining qo'llariga tusha olmasanglar, bizani mana shu Medion klinikasini call centeri bor, 24 soat, 24/7 ishlashadi. Xohlagan payti call center ishlashadi 24/7. Call center ishlashadi. Bermas. Bularniki emas. Bemalol Nodir akamizni qabullarga yozilishimiz mumkin. Agarda juda qiyin bo'lib ketsa, mana shu ismdan chiqib qoladi deysiz, mana shu videoni ko'rib turgan paytingizda ham agar kommentariy yozib qo'ysangiz, Nodir akamiz o'zlari shaxsan javob
berib o'tadilar. Ya. Sog' bo'ling Nodir aka, kasallaringiz iloyim sizdan yaxshi shifo topib ketishsin. Xudo xolasa. Faqat duoda bo'laylik. Nima deymiz? Bizga eng kerakligi patsientda yaxshi odzivi. Bugun keldi 99 yoshli kasal keldi. O'zi xushi joyida boya videoga oldim. O'zi yurib keladi. O'zi yurib keldi. O'zi xushi joyida. Havosim keldi. 27mi 26-yil. Nima diagnoz qo'yildi? O'tda позвоночникda muammo, чисто возрастной. Teginish kerak emas, dori-darmonlar bilan. Dori-darmon 2-3 ta dori yozib, ko'p ham yozib bo'lmaydi. Lekin havosim keldi. O'tirib ancha gaplashdim. O'zim olib yurdim, boshqa qildim. Va'da qildi, 100 ga kirsam, meni to'lagan kunga chaqirasan deb. Xudo xolisa. Zamesdan chiqib ketmaylik. Xo'p. Sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat.